Bozorda instrumentlarimizni obzor qilib chiqamiz o'rtoqlar. Yevro dollar instrumentidan boshlaymiz. H4 time bizda birinchi impuls bor. Birinchi impuls ichida 1, 2, 3, 4, 5 ta struktura bor. Ikkinchi valnamiz korreksiya bor. A, B, C ichida korreksiya shakllangan. Endi bizda 3-valna bo'ldi. 3-valnamiz har doim aytganimizdek 161 Fibonacci'ni urovinni yorib o'tdi. Endi bu yerda dars qiladigan ishimiz hozir biz ya'ni 4-valna korreksiyani kutamiz. Mana bu joygacha bundoq korreksiya bo'lib berishi mumkin. Korreksiya bo'lib turib, masalan, mana bunga o'xshagan bundoq trend liniya bu yerda yasashi mumkin. Shu trend liniyani yasasa yoki pattern yoki yana boshqa nimadir model yasasa, dars biz bu yerda 5-valnani ushlashga harakat qilamiz. Keyingi instrumentimiz Avstraliya dollari instrumenti. Bu yerda ham bizda birinchi valna bor. Birinchi valnaning ichida 1, 2, 3, 4, 5 ta struktura shakllangan. Ikkinchi valnamiz ABC korreksiya bo'lgan. Shu ikkinchi valnamizda men mana bu yerda bayga analiz bergan edim. Bu yerda hozir сделкаga kirganlar bo'lsa, mana stop loss'ini, take profit joylarini ko'rsatib qo'yganman. Dars take profitgacha, ya'ni Fibonacci'ni 161.8 urovinigacha 3-valnamiz oxirigacha tugaguncha сделкаlarni ushlab tursanglar bo'ladi. Keyingi instrumentimiz USD-yen instrumenti. Bu yerda men analiz bergan edim. Mana bu yerda H4 switch pastga buzib yopilsa sell degan edim. Lekin hozir bizda shunaqa holat bo'lyaptiki, mana bizda kanal shakllangan, kanal ichida harakat qilib kelyapti. Kanali tagidan ko'p kasani olyapti. Bizda endi mana bu yerda hozir обратный signal bo'lib, kanal tagidan mana hozir reaksiya olgan, mana bu yerda trend liniya shakllangan. Shu trend liniyani H4 switch buzib yopilsa, biza kanalni tepa qismigacha, ya'ni ma'mi urovingacha buy olsak bo'ladi. Bu kichkina qisqa muddatli, ya'ni korreksiyani o'ziga buy ishlayotgan bo'lamiz. Bu USD-yen H4 time. Keyingi instrumentimiz NZD dollar, Novozelandskiy dollar. Bu yerda ham bizda birinchi impuls bor. Birinchi impuls ichida 1, 2, 3, 4, 5 ta struktura shakllangan. Ikkinchi valnamiz korreksiya bor. Mana shu joydan biz buy сделка ochgandik. Hozir 3-valnamiz, ya'ni impuls bo'lib ketyapti. Bizda hozir 100 endi urovinga yaqinlashib qoldi. 3-valni bilasizlar, ko'pincha TP'miz, ya'ni Fibonacci'ni 161.8 urovinigacha ko'pincha bor beradi. Endi shu 161.8 urovinigacha сделкamizni biz ushlab turishga harakat qilamiz. Keyingi instrumentimiz USD Kanada instrumenti. Ko'ryapsizlar, bizda mana bu yerda trend liniya shakllangan edi. Trend liniyani H4 switch buzib yopilgan. Biz shu yerda сделка ochganmiz. Stopimiz punkti deyarli 170 punkt bo'lgan. Hozir bizga tarafga unaqa ko'p yurib bergani yo'q. Hozir bu pastiga mana bu yerda urovin shakllangan. Shu urovingacha biz kelib berishini kutamiz yoki обратный signalda USD Kanadadagi сделкamizni yopib chiqib ketamiz. Keyingi instrumentimiz tilla. Endi tillada ko'ryapsizlar, bizda anchadan beri flat holati bo'lib kelyapti. Men o'z tillani quliydi deb aytgan edim. Mana bu yerda H4 switch buzib yopilganda, Instagramda ham bergan edim. H4 switch shu yerda buzib yopilganda biz сделка ochgandik. Mana bu joyda обратный signal bo'lganda, mana bu yerda обратный signal bo'lganda biz bu yerdan chiqib ketdik, сделкamizni yopib. Endi bizani kutadigan ishimiz mana bu yerda flat holati bo'lyapti. Shu flat holatini pastga, ya'ni mana bu urovinni H4 switch buzib yopilib berishini kutamiz. E'tibor beringlar. Tillada bu H4 time'da stop lossimiz maksimumdan sal teparoqda bo'ladi. TP'miz mana pastiga qo'yib qo'ygan urovinimizgacha bo'ladi. O'rtoqlar, hamma instrumentlarga hozircha bozor holati obzorimiz shu.